Bugun biz tabiatdagi turli hodisalar haqida gaplashamiz. Tabiat juda qiziqarli va ko'p ajoyib hodisalarga boy. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Birinchi tabiiy hodisa yer silkinishi. Yer silkinishi yerning qattiq qismida sodir bo'ladigan harakatdir. Yer osti bo'laklarga bo'lingan. Biz ularni plitalar deb ataymiz. Yer silkinishi yoki zilzila yer ostida joylashgan ana shu plitalarning harakati tufayli yuzaga keladi. Yer silkinishi paytida yer titraydi va bizning atrofimizdagi narsalar harakatlana boshlaydi. Bu albatta ko'plab uy va binolarga zarar berishi mumkin. Shu sababli biz yer silkinishi vaqtida tinch va xavfsiz joyda bo'lishimiz kerak. Keyingi tabiiy hodisa vulqonlar. Vulqon yer ostida to'plangan gazlar va lava bilan to'lib yer ustiga otilib chiqadi. Bu jarayon ko'pincha juda kuchli bo'ladi. Vulqonlar aslida yerning ichki qismidan chiqadigan energiya manbaidir. Shu bilan birga vulqonlar odamlar hayoti uchun xavf tug'dirishi mumkin. Havodagi tabiiy hodisalar, tabiatdagi eng qiziqarli voqealar, kuchli yomg'irlar va shamollar, ba'zan esa qurg'oqchilik. Bunday hodisalar iqlimga va tabiatga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Yomg'ir o'simliklar va hayvonlar uchun juda muhim. Ular yerga hayot bag'ishlaydi. Shamol esa qurg'oqchilik paytida yordam beradi. Chunki bulutlarni, ya'ni yomg'irni tarqatishda muhim rol o'ynaydi. Tabiat hodisalari bir-biri bilan bog'liq. Yer silkinishi, vulqonlar va havo hodisalari, bular barchasi tabiatning bir qismidir. Shunday qilib, biz tabiiy hodisalarning qanday sodir bo'lishini o'rganib chiqdik. Bu hodisalar tabiatning kuchini ko'rsatadi. Ularni bilish va tushunish biz uchun juda muhim. Tabiiy fanlar bilan o'qish va o'sishda davom eting.